Braziliya. Bu so'zni eshitganimizda birinchi bo'lib hayolimizga karnaval, futbol, samba raqsi, bepoyon plyajlar va Amazonka o'rmonlari keladi. Lekin bu yorqin manzara ortida kattagina paradoks yashiringan. Braziliya tabiiy boyliklar bo'yicha dunyodagi eng yetakchi davlatlardan. Neft, yog'och, metall, oltin butun dunyo bilan savdo qilish uchun Atlantika okeani. Lekin shunga qaramasdan millionlab braziliyaliklar haligacha na o'qishi, na yozishni bilishadi. Olis hududlarda bo'lsa odamlar hali ham qabila bo'lib yashab, krokodil va hatto hasharotlar bilan oziqlanishadi. Ya'ni bu mamlakat bir vaqt o'zida ham 16-chi, ham 21-asrda yashaydi. Bir tarafdan kosmosga sun'iy yo'ldosh uchirib, super zamonaviy Embraer samolyotlarini ishlab chiqarsa, boshqa tarafdan kambag'allik, jinoyat, oziq-ovqat va toza suv yetishmovchiligi kabi 3-dunyo mamlakatlariga xos muammolar. Xo'sh, Braziliya o'zi nima? Nega bu davlatda boy va kambag'al bir devor qo'shni bo'la turib, ular o'rtasidagi farq bu darajada katta? Braziliyani 100 yildan beri kelajak mamlakati deb atashadi. Lekin nega o'sha kelajak hali ham kelgani yo'q? Mana shu savollarga javob topish uchun avvaliga Toshkentdan Istanbulga 6 soat uchdik. Bu safargi sayohatim haqiqatan oson emas. Tushunishing uchun hozir hayotimdagi eng uzoq parvozni amalga oshiryapman. Reyslarni almashtirib kutish vaqtlari bilan 27 soatdan oshiq tasavvur bosdim. Yaxshiyamki menda Aviasales.uz ilovasi bor. Shunchaki manzilni kiritasiz va sanalarni tanlaysiz. Ilova bo'lsa sizga eng arzon aviachiptalardan tortib, eng qimmat, yukli, yuksiz, to'g'ridan-to'g'ri tranzitli reyslarni taqdim qilib, narxlar dinamikasi bilan tanishtiradi. Siz bo'lsa o'zingizga to'g'ri keladigan chiptalarni tanlab, xarid qilsangiz bo'ldi. Aviasales.uz sayohatimdagi mana doimiy hamrohim. Hozir getimiz oldiga ketyapmiz va bizdan oldinda naq 13,5 soatlik Istanbul-San Paulo reys kutib turibdi. Yaxshiyamki Turkish Airlines'dagi do'stlarimiz bizga biznesdan javob berishgan. Bo'lmasa men bilmadim bunaqa uzoq parvozni qanaqa o'tkazardik. Braziliyani tushunish uchun birinchi navbatda xaritaga qarashimiz kerak. Chunki bu davlat tarixi geografiyadan boshlanadi, insonlardan emas. Braziliya xuddi orolga o'xshaydi. Bir tomondan Atlantika okeani, ikkinchi tomondan bo'lsa ikki ulkan qo'l, Amazonka va La Plata havzalari. Amazonka bu minglab kilometrga cho'zilgan botqoq o'rmon va irmoqlar bo'lsa, La Plata doim tosh boqadigan yirik daryolar tizimi. Ular birlashib, deyarli o'tib bo'lmas tabiiy to'siq hosil qiladi. Aynan shuning uchun Braziliyani aholi zichlik xaritasiga qaraydigan bo'lsangiz, juda ham ajoyib narsaga guvoh bo'lasiz. Mamlakat aholisining deyarli 55% Atlantika sohili bo'yidagi Braziliyani bor yo'g'i 7% hududida istiqomat qiladi. Ya'ni tushunasizlar, Braziliya juda ham katta, dunyodagi 5-eng katta mamlakat. Lekin geografiya bu mamlakatni bir maromda rivojlanishiga qo'yib bermagan. Aynan shuning uchun davlat ikki qutbga bo'linib qolgan. Sohil bo'yida shovqinli, millionlagan zamonaviy shaharlar, lekin mamlakat tubida hali ham sivilizatsiya ko'rmagan qabilalar. Ana endi mana bu rasmlarga e'tibor bering. Bu Braziliyani eng mashhur futbolchilari Kaka, Neymar va Ronaldinho. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nimaga ularning ko'rinishi bu darajada har xil? Kaka oppoq va tiniq terili, g'irt yevropoid. Ronaldinho aksincha, xuddi Afrikaning yuragidan kelganga o'xshaydi. Neymar bo'lsa ularning orasidagi qiyofa Yevropadan ham, Afrikadan ham o'xshashliklar bor. Hamma sir tarixda yashiringan. Ehtimol Braziliya insoniyat tarixidagi eng katta ijtimoiy eksperiment natijasi bo'lishi mumkin. Qaranglar, o'zi bilasizlar, ko'rsatuvlarda tarixga u darajada chuqurlashmayman, lekin bu narsani gapirib bermasam bo'lmaydi. Juda ham sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Braziliyalarni birinchi marta 1500-yilda Portugallar kashf etishadi. Ular g'arb sari yangi yerlarni izlab yo'lga chiqishgan va tasodifan tropik o'rmonlar bilan qoplangan qirg'oqlarga duch kelishadi. O'sha paytda hech kim bu joylar deyarli butun bir qit'a ekanligini bilmagan. Qolgan Lotin Amerika davlatlari ispanlar tomonidan bosib olinayotgan bir paytda Braziliya Portugaliya mustamlakasiga aylanadi.
Aynan shuning uchun hozir Janubiy Amerikadagi hamma davlatlarda ispanchada gapirishadi, lekin aynan Braziliyada portugalchada. O'sha paytlarda Braziliya hududida o'nlab hind qabilalari yashagan, lekin Yevropaliklar kelgandan keyin hammasi o'zgaradi. Portugallar oltin va boshqa qimmatbaho resurslarni o'zlashtirib, mahalliy aholi, ya'ni hindlarni o'zlariga ishlashga majburlashadi. Ammo qabilalar bosh tortadi va olis hududlarga qocha boshlashadi. Ya'ni tushunasizlar, indeyslar Yevropaliklarga bo'ysungisi ham kelmagan, lekin qabilalar birlashib Yevropaliklarni haydab yuborishga kuchi ham yetmagan. Chunki tasavvur qilinglar, qurollar o'rtasidagi tafovut juda ham katta edi. Hali indeyslar qo'lda tosh bilan yog'och ko'tarib yugurib yurgan bir paytda Yevropaliklarda allaqachon o'q otar qurollar bo'lgan. Ba'zi indeyslar taqdirga tan berib Portugallar qo'lda ishlashni tanlagan bo'lsa, aksariyat qabilalar jungli orqali borgan sari mamlakat ichkarisiga qochib kirib ketaverishgan. Bu bo'lsa endi egallanayotgan tabiiy qazilmalarga boy yerlarda keskin ishchi kuchi yetishmovchiligiga olib kelgan. Endi Yevropaliklar o'zini zodagon oqsuya deb hisoblamaganmi? Shakar, kofe plantatsiyalarida, oltin konlari qurilishlarda ishlashni ular o'zlariga ep ko'rishmagan. Mana shundan keyin insoniyat tarixidagi eng yirik transatlantik jinoyat sodir etilgan. Ya'ni Yevropaliklar Atlantika okeani orqali Afrikadan millionlab qullarni Braziliyaga tekinga majburan ishlash uchun olib kelishgan. Hisob-kitoblarga ko'ra 350 yil davom etgan qullik davrida Braziliyaga naq 5 million afrikalik majburan olib kelib ishlatilgan. Shuning uchun bu butun dunyo tarixidagi eng katta son. Boshqa hech qaysi davlatga buncha qul olib borishmagan. Endi odam bor joyda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, chatishish yuzaga keladi. Afrikalik Yevropalik bilan chatishadi, indeyslar afrikalik bilan. Mana shu jarayon ortidan Braziliya millati formulasi paydo bo'ladi. Afrikancha ritmdan samba paydo bo'ladi. Og'riqni harakatga aylantirgan qullar kapoeira jangini o'ylab topishadi. Yevropaliklar bo'lsa dini, arxitekturasi, tili va savodi bilan Braziliya madaniyatiga hissa qo'shadi. Yetmaganiga mana shu mix ichida hali Braziliyani tub-tublarida yashaydigan, o'qish va yozishni bilmaydigan qabilalar bor, tasavvur qilasizmi? Aynan shuning uchun Braziliya absolyut unikal mamlakat. Kaka, Neymar, Ronaldinhoni nimaga misol qilib keltirganimni endi tushundingiz degan umiddaman. Barcha davlatlarni taqdirda tub burilishi yasagan biror omil bo'ladi. Misol uchun arab davlatlari uchun bu neft, Amerika uchun texnologiyalar, Yaponiya uchun intizom, Braziliya taqdirda tub burilishi yasagan narsa bo'lsa, mana bu kofe. Green gold. Kofe bu bizning yashil oltinimiz. Ha. Bitta o'simlik qanaqa qilib butun boshli davlat tarixini o'zgartirganini tushunish uchun Braziliyadagi eng qadimiy kofe fermalaridan biriga otlandik. San-Paulodagi gidimiz Adi bunda bizga yordam berdi. Bu yerda kofe xuddi Rossiyada vodkadek gap. We need coffee. Hammasi mana shu joydan boshlangan. Mana shunaqa kofe plantatsiyalari Braziliyani dunyoni birinchi raqamli kofe imperiyasiga aylantirgan. Ya'ni kofe bu Braziliyani nefti bo'lgan. Butun boshli Yevropa va Amerika tom ma'noda brazilcha kofe bilan tong yottirishgan. Braziliya deyarli 200 yildan beri kofe ishlab chiqarish bo'yicha absolyut birinchi o'rinda. Dunyoda ichiladigan har 3 ta qahvani bittasi Braziliya yerida yetishtirilgan donalardan va bu butun boshli Fransiya hududiga teng maydonda qahva yetishtiriladigan dunyodagi yagona mamlakat. Tushunyapsizmi? Lekin shu xushbo'y ichimlikdan keladigan milliardlab foyda ortida millionlab qullarni azobi yotibdi. Afrikadan keltirilgan qullarga qilingan munosabat Portugaliyani kolonial tarixidagi eng qora sahifalardan. O'tga kelishimizdan oldin qullar yashagan sharoitlarga juda ham katta baho bergan ekanman. Men o'ylagan edim qullar oddiygina bo'lsa ham sharoitlarda yotog'i bor, oddiygina yotoq, o'rindiqlar, boshqa narsalar deb o'ylagan edim, lekin qanchalik men adashgan ekanman. Mana shu hozir orqamdagi eshikka kiramiz va u yerda tom ma'noda hech nima yo'q. Na o'rindiq, na yotoq, shunchaki zax yerda mana shu daraxtlarning barglarini olib o'zligi yotoq va yostiqlar yasashgan. Ya'ni tushunasizlarmi, xuddi hayvonlardek ularga muomala qilishgan, xuddi hayvonlardek. Mana misol uchun molxona bo'ladi-yu, molxonada ham nimadir bor-da, lekin bu yerda ishoninglar hech nima yo'q. Mana shu zinaga chiqishgan.
hech nima yo'q, tom ma'noda hech nima yo'q. Mana shu zax joyda shunchaki barglarni to'shab hayvonlardek yashab yurishgan. Tasavvur qilasizlarmi? Erkaklar, ayollar, bolalar bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasini bitta joyga tiqib, bitta joyda saqlab, ularga eng minimal sharoitlarni qilib berishgan. Ya'ni ovqatni ham faqat o'lib qolmasligi uchungina ovqat berishgan. O'sha ishlash qobiliyatini saqlab turishi uchungina ovqat berishgan, boshqa narsa uchun emas. Kofe qanchalik xushbo'y ichimlik bo'lmasin, 16 soatlab quyosh tagida damsiz ishlagan qulli uchun undan faqat qo'rquv va azob isi kelgan. Endi mana bu uylarga e'tibor bering. Sharoitlari ancha yaxshiga o'xshayapti, lekin bunaqa uylarda albatta qulli yashamagan. Kofe baronlari o'zlariga mana shunaqa keng, shinam, juda ham baland uylar qurishgan. Baron bu kofe plantatsiyasi egasi. Ular yashaydigan uylarning sharoiti o'sha payt uchun juda ham hashamatli hisoblangan. Italyancha mebel, qizil daraxt yog'ochidan qilingan yozuv stoli, Yevropadan keltirilgan gramofon, tikuv mashinasi, dazmol, xullas haqiqiy elitar qatlam. Kofe bu insonlarning avvaliga millioner, keyinchalik bo'lsa vazir, bankir va hatto siyosatchiga aylantirgan. Ya'ni kofe Braziliya uchun shunchaki ichimlik emas, balki hokimiyat valyutasiga aylangan. San-Paulo va Rio-de-Janeyro shaharlari ham aynan kofe pullariga qurilgan. Aynan shu sababli Braziliya tarixini kofe haqida gapirmasdan turib tushuntirish umuman imkonsiz. Xuddi sayohatlarga Asaka Bank tomonidan chiqarilayotgan Mastercard Black Edition kartasiz chiqish imkonsiz bo'lgandek, xizmat safari bo'ladimi yoki dam olish aynan mana shu karta sizni eng foydali hamrohingizga aylanishi mumkin. Chunki o'zingiz o'ylab ko'ring, birinchidan O'zbekiston ichida bo'lasizmi, chet eldami, istalgan to'lovlar uchun hech qanaqa komissiya yo'q. 0. Ikkinchidan, qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar bemalol pullaringizni bankomatlardan naqdlashtirib olishingiz mumkin. Uchinchidan, bu menga eng yoqadigani, 1 yil ichida Toshkent xalqaro aeroportidagi biznes lounjlardan naq 10 marta bepul foydalanish imkoniyatingiz bo'ladi. Mazza-ku. Xuddi shunaqa imkoniyat dunyodagi yana 1600 dan ortiq biznes lounjlarda amal qiladi. Aytgancha, 1 yil ichida 10 marta fast track, ya'ni aeroportlarda navbatsiz harakatlanish imkoniyati ham bor. Menga o'xshab turgan sevuvchilar uchun bo'lsa alohida imtiyozlar mavjud. Turkiya aeroportlaridagi duty freelarda qilingan xaridlar uchun 15, kafelarda qilingan xaridlar uchun bo'lsa 10% cashback qaytadi. Undan tashqari, Booking.com orqali olingan mehmonxonalar uchun 4, chet elda qilingan xaridlar uchun 20% gacha cashback bor. Bu karta bilan hatto ba'zi rentakarlar 15% gacha chegirma berishi mumkin. Eng asosiysi, kartani ochish narxi bor yo'g'i 99 ming so'm, doimiy depozit $15, oylik abonent to'lovi esa 44800 so'm. Lekin kartangiz aylanmasi yaxshi bo'lsa, mana shu abonent to'lovi ham bepul bo'ladi. Mastercard Black Edition kartasiga Asaka Bank mobil ilovasi orqali buyurtma berishingiz yoki o'zingizga eng yaqin filialga pasportingiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. Mobil ilovani video ostidagi havoladan topasiz. Biz bo'lsa Braziliyaga qaytamiz. Braziliya qullariga ozodlik hammadan kech yetib kelgan. O'zi Amerika qit'asida eng oxirgi bo'lib, aynan Braziliyada qullik bekor qilingan u ham bo'lsa 1888-yilda. Lekin tasavvur qiling, hayvondan battar muomala qilingan, qulli ozod qilingandan keyin ularning qo'lida nima bo'ladi? Albatta, ozodlikdan boshqa hech nima bo'lmaydi. Ularning na o'quvi bor, na puli bor, na uyi, na yeri. Albatta, ular qilgan ishini qilishda davom etgan. Shunchaki endi bu safar arzimagan puliga sariq chaqa ketsa ham bo'ladi. Millionlab qullar ozod qilingandan keyin endi ularga yashash uchun boshpana kerak edi va ular shahar chekkasidagi tepaliklarda qo'liga tushgan buyumlardan kulbalar qurishni boshlashadi. Albatta, u paytda bu vaqtinchalik qarordek tuyulgan, lekin mana o'sha qaror oqibati.
Ya'ni Braziliyadagi favelalar aslida afrikalik qullar asos solgan va ularning avlodlari haligacha yashab keladigan joylar. Mana bu kadrga e'tibor bering. Bu hech qanaqa montaj emas, balki haqiqiy, men o'z qo'llarim bilan olgan kadrlar. Kontrastni qaranglar, kuchliligini, boy va kambag'al bir devor qo'shni tanchani boylar ham juda ham boy, tennis maydonlar, futbol maydonlar, basseynlar o'zingizlar ko'rdinglar. Kambag'allar bo'lsa, tomini zo'rg'a yopgan haqiqiy qashshoq. Boy xonadonlarda bo'lsa, albatta bir paytlar Braziliyani bosib olgan Yevropalik avlodlari istiqomat qilishadi. Ya'ni tushunasiz, o'sha paytdagi tengsizlik haligacha saqlanib qolgan. Tengsizlik darajasini tushunishingiz uchun Braziliyaning 50% boyligi aholini 1% ni qo'lida jamlangan. Tasavvur qilasizmi? 1% ni qo'lida 50% boylik. Va bu allaqachon oddiy holatga aylangan. Kimnidir uyida hattoki mashinasi uchun lift bo'lsa, boshqalarning uyini kadastri ham yo'q. Favelaga borish uchun albatta u yoqdagi gangsterlarning tepasida turadigan odamlardan ruxsat so'rash kerak ekan. Chunki o'tga begona odam borganda bular bittada farqiga borar ekan va istalgan odam o'tga ruxsat bilangina kira olar ekan. Bu yerda hozir hali film, video olish haqida gap ketmayapti. Shunchaki borib, bu yerda aylanish haqida gap ketyapti. Favelaga kirish uchun albatta ruxsat kerak. Nega deysizmi? Aslida u yerda yashaydigan insonlar muammo emas, yo'q. Ularning 90% oddiy ishchilar, yaxshi insonlar. Lekin afsuski, favelalar jinoiy guruh, bandalar nazorati ostida. Ular narkotik sotishadi, kokain, marixuana. Tushunyapsizmi? Bu ularning asosiy biznesi. Aynan shuning uchun favelaga borishdagi asosiy muammo bu bandalar. Ular juda xavfli. Aytaylik, favelaga ruxsatsiz borsam, eng yomon holatda ular menga nima qilishlari mumkin? Eng yomon holatda albatta o'ldirishlari mumkin. Eng yomon holatda. Oddiy turist niqobi ostida gid bilan birga Braziliyani eng dong'i chiqqan favelalardan biri Rasinyaga bordik. Favelani chekirib ketyapmiz. Mototaksida gidimiz bizga bir necha marta qaytarib berdi. Men suratga olish mumkin degan joylarimda suratga olasan, boshqa joylarda suratga olish mumkin emas deb. Favela bu alohida dunyo. Uni o'zining ichki qonun qoidalari bor. Bu joyga faqat mana shu yerda tug'ilib o'sgan odamlargina tur tashkillashtirishi mumkin. Bu ham nazorat qiladigan jinoiy guruhlar ruxsati bilan. Favelaning tepasida mana shunaqa turistik joylar qilib qo'yishadi. Bu suvenirlar sotishadi, futbolkalar sotishadi va mana bunaqa manzarada odamlar kelib rasmga, videoga, hattoki dron videolarga tushgandan keyin internetda odamlar bu narsani ko'rib, "Ha, demak favelaga borish xavfsiz ekan" degan hissiyot uyg'onadi, tushunyapsizlarmi? Lekin bu aslida bu yerdagi jinoiy guruhlarning biznesi. Bu yerdagi jinoiy guruhlar har bitta bu yerga kelayotgan turistdan do'la olishadi. O'shangagina bu yerda turizm rivojlangan. Bekorga bu yerga turistlarni qo'yib qo'yishmaganda. Favelada o'rtacha uylarning narxi 8-12 ming dollar atrofida. Agar ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, bir oyga tasavvur qiling. Bor yo'g'i 40 dollardan 200 dollargacha bo'lishi mumkin. Uylar mana shunaqa kichkina, xonalari juda kichkina, zinalarni aytadigan bo'lsak, zinalari undan ham kichkina. Endi bilasizlarmi, bu uyga kirganingizda shunaqa hissiyot paydo bo'ladiki, qo'lga tushgan materialdan qurib tashashganga o'xshaydi uylarni. Asosan albatta devorlari beton, lekin uy ichiga qaraydigan bo'lsangiz, juda ham qo'l bola qilingan, juda ham qo'l bola. Mana bu xonadonga kiraverish, ko'rayotganinglardek, 4 tagina stul turibdi, qo'l yerdan ikkita suv, ya'ni xonalarning o'lchamlari haqiqatan juda ham nostandart. Endi men qaranglar. Mana bu yerda deraza bor, lekin derazani ochsam shunchaki devor. Xonalar juda ham kichkina, lekin har bitta xonadon kamida 3, 4 yoki 5 qavat. Bu yerdagi uylarning na kadastri bor, na raqami. Ya'ni tushunasizlar, bu yerdagi uylarning hech qanaqa hujjati yo'q. Agar uyingizga elektr toki o'tkazmoqchi bo'lsangiz, shunchaki mana shu kabellardan uyingizga sim tortib borsangiz bo'ldi. Faqatgina shuning o'zi. Shunchalik osonmi? Shunchalik oson. Mana shunaqa sim yog'ochlarining tepasida e'tibor bersanglar, juda ham ko'p bir-biriga chalkashib ketgan millionlagan simlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni hamma liniyaga shunchaki ulanib olgan.
Hukumat favelalarga suv o'tkazib bergan, lekin bu qanchalik g'alati eshitilmasin, bu suv noqonuniy, ya'ni odamlar bu yerda suvga pul to'lashmaydi. Shunchaki bu yerdagi odamlar epidemiya tarqab kasallikdan o'lib ketmasligi uchungina o'tkazib berilgan. Shuning uchun bir kun suv bo'ladi, bir kun suv bo'lmaydi. Tomlarning tepasiga qarasangiz, o'nlab, yuzlab ko'k tankerlar bor. Suv bo'lgan paytda mana shu tankerlarga suv yig'ilib turadi. Bu yerdagi odamlar ishlatish uchun. Boshqa payt bo'lsa suv bo'lmaydi. O'shaning uchun ham favelada 3 kun, 4 kun, 5 kunlab suv bo'lmasligi bu odatiy hol. Gaz masalasi ham bu yerda turbalar o'tkazilmagan gazga odamlar ballonlarga to'ldirib, almashtirib sotib olib ishlatishadi. Elektr kabellari shu darajada bir-biriga zich yopishib, chalkashib yotgani uchun bir haftada 3 martalab yong'in sodir bo'lar ekan. Ya'ni mana shunaqa simyog'ochlar doim yonib ketar ekan. Lekin uylar betondan qurilganligi uchun uylarga bu naqa katta xavf tug'dirmas ekan-u, lekin boshqa narsalar, atrofdagi boshqa narsalar yonib ketishi mumkin. Ana endi tasavvur qiling. Mana shu favelani o'zida 200 ming aholi istiqomat qiladi va mana shuncha odam elektr tokiga, suvga, yana boshqa narsalarga pul to'lamagandan keyin kimdir buni to'lash kerak, to'g'rimi? Braziliyaning boshqa aholisiga mana shu yuk bo'lib tushadi. Orqamdagi chiqindi uyumlarini ko'rib, bu yerda umuman chiqindi olib ketishmasa kerak deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu xato. Har kuni bir marta chiqindi olib ketishadi. Bu ertalabdan beri yig'ilgan chiqindi, tasavvur qilasizlarmi? Yana bitta paradoks qarang. Braziliya pasporti bilan 170 dan ortiq davlatlarga vizasiz sayohat qilsa bo'ladi. Lekin puli yo'q, tushunasizlarmi? Boshqa davlatlarga borish uchun ham puli yo'q. Borib ishlaydi desa, tilni bilmaydi. Mana shunaqa o'zligina tibbiyot muassasalari bor. Bu davlat tibbiyot muassasalari favelaning ichida joylashgan va u aholi uchun mutlaqo bepul. Bundan tashqari favelani o'zini bog'cha va maktablari bor. Lekin bu joyda yashaydigan insonlar pul yig'ib bo'lsa ham, farzandini favelani tashqarisidagi boshqa, yaxshiroq maktablarda o'qitishga harakat qilishadi. Kontrast qarang, men hozir favelaning tepasida turibman va shundoq orqali nimani ko'rishingiz mumkin? Qizil tomchilar, bu xususiy maktab va u yerda farzandingizni o'qitishingiz bir oyga $3000 tushadi. Juda ham katta kontrast. Siz favelada turib, oyga $3000 to'lanadigan maktabni va uni chiroyli tennis kortlari, basseynlarini mashdan turib kuzatishingiz mumkin. Rio haqiqatan kontrastli shahar. Qarangki, bu joylarni narko kartel nazorat qilishiga qaramasdan ularning o'zini g'urur kodeksi bor ekan. Ya'ni qizlarga tegajog'lik qilish mumkin emas, odamlarning narsasini o'g'irlash mumkin emas. Agar bu ishlarni qilgan odamlarni juda ham jiddiy oqibatlar kutayotgan ekan. Va bu yerda insonni tomini ketkazib qo'yadigan narkotiklar, ya'ni met, crack o'xshagan o'g'irlikka undaydigan, zo'ravonlikka undaydigan narkotiklarni sotishmas ekan. Ya'ni bu bilan men ularni oqlash niyatim yo'q. Shunchaki ularni ham o'ziga yarasha qanaqadir qonun qoidalari borligini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni tushunasizlar, siz favelani ichida bo'lib turib, telefoningizni shundoqqina orqa cho'ntagingizga solib qo'ya olasiz va hech kim unga tegmaydi. Lekin shahar markazida mana shu telefoningizni o'g'irlab ketishligi mumkin. Ya'ni favelada siz xavfsizroqsiz qaysidir ma'noda, o'g'irlik nuqtai nazaridan. Ammo bu qoidalar faqat biza kirgan Rossiya favelasiga tegishli. Tushunib turganingizdek, har bir favelani o'zini qonun qoidalari bor. Chunki bunaqa joylarda hukumat emas, balki mahalliy bandalar o'z tartibini o'rnatadi. Shu sababli politsiya ham vaziyatni tashqaridan turib nazorat qilishga harakat qiladi. Lekin istalgan favelaga tegishli eng jiddiy qoida bu no foto, no video qoidasi. Ya'ni gid sizni favela bo'ylab sayr qildirar ekan, faqat ma'lum bir joylardagina video olishga ruxsat beradi. Qolgan hamma joylarda video va rasmga olish qat'iyan taqiqlangan. Va bu yerda maxsus ko'chalar bor, u ko'chalarda narkotrafikka nazorat qilishadi. O'tdagi odamlar o'sha yerda o'zida shundoq qilib, hozir oldindan o'tib ketdik, pullarni yig'ib, narkotiklarni qadoqlab o'sha yerda o'zida sotishadi. U umuman video, foto olish mumkin emas. Hattoki videoga ola oladigan ko'zoynaklarni yechib kirishga majburlashyapti. Hech qo'lingizga telefon ham olmanglar, kamera ham olmanglar, ko'zoynak ham olmanglar. Hech nima ola olmaysiz qo'lingizga. O'z ko'zim bilan ko'rdim, qo'lida Deagle, orqasiga оружие osib qo'ygan, shundoqina oldingizda pullarni taqsimlab, narkotiklarni qadoqlashyapti. Bu narsalarni ko'rganimdan keyin videoga olmaslik talabini tushunib yetdim. Chunki bunaqa kadrlar politsiya qo'liga yetib borsa, reyd rejasini tuzish ancha osonlashadi. Chunki hech qanaqa ma'lumotsiz favelaga kirsangiz, unda adashib qolishingiz aniq.
Favelalar tepalikda joylashgani uchun bu yerdagi landshaft juda ham notekis. Mana misol uchun men hozir mana shu joyda turibman-da. Orqamda tepalik. Lekin pastimda mana bunaqa tunnelga o'xshagan joy, bu yerga ham kirib ketsa bo'ladi. Xuddi labirintga o'xshaydi. O'shaning uchun ham bu yerda bekinish juda ham oson. Ya'ni tushunasiz, favela bu alohida, o'z hayoti va qoidalari bilan yashaydigan shahar ichidagi shahar. Uni ichida ochiladigan har bir biznes davlatga emas, balki kartel byudjetiga soliq to'laydi. Lekin baribir aholi sukut saqlashga majbur. Chunki hamma biladi, sotqinlik bu hech qachon kechirilmaydigan xato va uni oxiri albatta o'lim. Lekin mahalliy aholi va kartel o'rtasidagi munosabatlarni yomon ham deb bo'lmaydi. Chunki bandalar faveladagi har xil bayramlarni homiylashtirishadi, kam ta'minlangan oilalarga yordam berishadi, maktab, bog'cha va sport maydonlarini ta'mirlashadi. Ya'ni mana shunaqa ijtimoiy ahamiyatga ega ishlar orqali aholi ishonchiga kirishadi. Undan tashqari kartel pullariga Bailey Funk yo'nalishidagi ijodkorlar homiylashtiriladi. Ular bo'lsa o'z kliplarida kartel hayotini romantika qilib chiqishadi va shu bilan yosh avlodda jinoiy hayotga qiziqtirishadi. Boya faveladan chiqib ketayotgan o'zida ko'chalar juda ham katta tirbandlik bo'lib ketdi. Odamlar qanaqadir sarosimada boshda tushunmadik. Keyin bilsak 3 soatgina oldin Rio de Janeiro tarixidagi eng katta harbiylar va faveladagi jinoiy guruhlar o'rtasidagi to'qnashuv yuzaga kelibdi. Masshtab tushunishingiz uchun 2,5 mingta harbiy, politsiyachi va spetsnaz qatnashgan bu operatsiyada va 64 ta hozirgi paytgacha 64 ta jinoiy guruh ishtirokchilari o'ldirilgan. 75 ta vintovka olib qo'yilgan. Juda ham katta miqdorda narkotik konfiskatsiya qilingan. Bu faqat hozirgi paytgacha bo'lgan ma'lumot. Mana ko'rishingiz mumkin, hamma yoqda politsiya. Mashhur The Guardian nashrining yozishi bo'yicha aynan bugun tasodif qarang, men hech qachon bunaqa paytda Rioda bo'laman deb o'ylamadim. Aynan bugun Rio de Janeiro tarixidagi eng qonli operatsiya o'tkazilibdi. Kompleks de Almao va Penya favelalarida o'tkazilgan bu yirik operatsiya natijasida umumiy hisobda 132 nafar kishi halok bo'ldi. Shu jumladan 4 nafar politsiyachi. Karteldagilar avtobus bilan yo'llarni blokada qilishgan, mashinalarni yoqib yuborishgan va hattoki o'zi borib portlaydigan kamikadze dronlardan foydalanishgan. Chunki bularning hammasi bugun Rioda yuz beryapti. Barcha vafot etgan jinoyatchilar jasadini ertasi kuni ertalab markaziy maydonga olib chiqib, yonma-yon yotkazishdi. Bu haqiqatan juda ham seskantiradigan manzara. Eng qizig'i shu voqealar bo'lishidan bir hafta oldin guruhli sayohatimizda bizani olib yurgan haydovchi Fernandoni 20 o'rindiqli katta Mercedes Sprinterni aynan mana shu faveladagi jinoyatchilar o'g'irlab ketishgan edi. Shu sababli Fernando bizani olib yurish uchun akasidan avtomobil so'rab turishga majbur bo'lgan. O'tgan hafta furgonimni o'g'irlatib qo'ydim. Tinchgina ketayotgandik. To'satdan 2 kishi mototsiklda bizni to'xtatib, revolver o'qtaldi. Biz juda ham qo'rqib ketdik. Meni va xotinimni yo'lovchi o'rindig'iga o'tkazib, taxminan 15 daqiqadan so'ng favela chekkasida tushirib ketishdi. Boshqa hech narsamizni olishmadi. Na telefonimizni, na hamyonlarimizni. Faqat shu tirikchilik qilayotgan mashinamdan ayrilib qoldim. Lekin Xudoga shukrki, o'zimiz tirikmiz. Qizig'i shundaki, ko'plab kartel a'zolari farzandlarining o'zlari kabi hayot kechirishni istamaydilar. Shuning uchun ular bolalarini ko'proq o'qishga, futbol o'ynashga undaydilar. Mashhur tishli Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Adriano, Romario, Dani Alves, Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Jesus, Thiago Silva, David Luiz va yana ko'plab taniqli futbolchilar aynan faveladan chiqqan. Hukumat favelalarni biz tashlamayotganining sababi odamlarga rahmi kelayotganidan emas, balki shuncha odamni ko'chirishga boshqa joy yo'qligidan. Tushunishingiz uchun Braziliyadagi favelalarda butun boshli Portugaliya aholisidan ko'p 16 million inson hayot kechiradi. Lekin bilasizmi, bu ma'lumotlar sizda noto'g'ri tasavvur shakllantirishini xohlamagan bo'lardim. Braziliya hamma tasavvur qilgandagi xavfli mamlakat emas. To'g'ri favelalarda narkokartel hukmron. To'g'ri otishmalar bo'lib turadi. To'g'ri ko'chalarda buyumlaringizga ehtiyot bo'lishingiz kerak. Lekin umumiy olib qaraganda, agar xavfsizlik qoidalariga rioya qilinsa, turist uchun deyarli hech qanaqa xavf yo'q. Ochig'i, Amerikaning ba'zi shtatlari menga hatto Braziliyadan xavfliroq tuyulgan. Braziliyaliklarning ajoyib bir xislati bor. Ular istalgan joyda bayram kayfiyatini yarata olishadi.
Bu haqiqatdan ajoyib mamlakat. Shunchaki o'tmishi og'ir. Ko'rib turganingizdek, aynan tarix bu davlat kelajagini belgilab bergan. Millat ichidagi rang-baranglikni bo'lsa, gapirmasa ham bo'ladi. Yevropa qoni ham bor, Afrika qoni ham bor, hatto qabila-qabila bo'lib yashaydigan indeyslar ham bor. Eng qizig'i, bu hali hammasi emas. Pulli bekor qilingandan keyin ishchi kuchi muammosi juda ham dolzarb bo'lib qolgan va hukumat bu muammoni hal qilishga kirishmasa bo'lmasdi. Chunki aks holda Braziliya qilgan o'sha kofe, kauchuk, shakar qamish plantatsiyalarida ish taqataq to'xtab, iqtisodiyot enasini ko'rib olishi mumkin. O'shaning uchun ham Braziliyani okean ortida reklama qilish boshlashgan. Yevropada, Osiyoda mana Braziliya nomli yangi yerlar, mana shunaqa tabiiy boyliklari bor, iqlimi mana shunaqa zo'r. Kelinglar, ishlanglar, yashanglar, Atlantika ortida o'zingizlarni orzudagi hayotinglarni quringlar deb reklama qila boshlashgan va mana shundan keyin Braziliyaga Italiyadan, Germaniyadan, Livandan va hattoki Yaponiyadan immigrantlar oqib kela boshlashgan. Endi tasavvur qiling, shundoq ham mix bo'layotgan bu millat yanada mixlashib ketgan. Tasavvur qilishingiz uchun, hozirgi kunda Braziliyada 34 million italiyalik istiqomat qiladi. 34 million bu Italiyada yashaydigan italyanlarning 57% ga teng degani. Yoki mana, bu San Paulo shahridagi yapon mahallasi. Bu yerda yaponlar shu darajada ko'pligidan hatto butun boshli yapon mavzelari paydo bo'lgan. Tushunish uchun Yaponiyani o'zidan tashqarida yashaydigan eng ko'p yaponlar ham aynan Braziliyada yashaydi. Undan ham dahshati arablar. Braziliyada yashaydigan livanlilar soni Livanda yashaydigan livanlilardan ham ko'p. Tushunyapsizmi? Bu xuddi boshqa bir davlatda 40 million o'zbek yashagandek gap. Tasavvur qiling. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, Braziliyada halol ovqatdan muammo yo'q ekanda deb o'ylashingiz mumkin, lekin bunaqa emas. Bu yerda yashaydigan livanlilar allaqachon braziliyalik bo'lib ketishgan. Ya'ni o'zligini, ildizligini qaysidir ma'noda unutib qo'yishgan. Undan tashqari Braziliyada Ispaniya, Germaniya va hattoki Suriyaliklarni kattagina diasporalar mavjud. Aynan shuning uchun pasportlar qora bozorda Braziliya pasportida eng talabgorlardan hisoblanadi. Ko'zingiz piskami, kattami, teringiz rangi oqmi, qorami, yevropoidmisiz, mongoloidmi, negroidmi, umuman farqi yo'q. Istalgan chehra braziliyalik bo'lishi mumkin bo'lib qolgan. Hattoki mashhur Reuters nashri 2008-yilda shunaqa maqola chiqargan edi. Shimoliy Koreya lideri Kim Chen Inning otasi o'zi va o'g'li uchun g'arb mamlakatlariga borish uchun aynan Braziliya pasportini qalbakilashtirgandi. Agar bu ma'lumot rost bo'lsa, tasavvur qilasizmi? Bir so'z bilan aytganda, Braziliya dunyodagi eng ko'p qon, til, irq va madaniyatlar qorishgan millat. Ya'ni insoniyat tarixidagi eng katta eksperiment. Call me senor, still baby. She never tell me maybe when she gets up like that she break me. Talking about how her daddy got figures, she ain't talk about you. Eso se trata del bambino con el entrega. Call me senor, still baby. She never tell me maybe when she gets up like that she break me. Talking about how her daddy got figures, she ain't talk about you. Eso se trata del Braziliya haqida shu paytgacha aniq tasavvurim bo'lmagan. 10,000 kilometr naridagi okean ortidagi davlat deb o'ylab yurardim. Lekin uni tarixi, madaniyati, insonlari, undagi kontrastlar meni juda ham hayron qoldirdi. Shuning uchun ham imkon boricha ko'rgan va o'rganganlarimni sizlarga ham gapirib berishga harakat qildim. Qanchalik buni uddasidan chiqdim, izohlarda yozib qoldiringlar. To'g'ri, bu safar ko'rsatuvimiz katta bo'lmadi. Chunki suratga olishga mo'ljallangan vaqtim chegaralangan edi. Shuning uchun ham bu ko'rsatuvni Braziliyaga muqaddima sifatida qabul qilishinglarni so'ragan bo'lardim. Ko'rsatuv so'ngida bo'lsa an'anamizga sodiq qolgan tarzda o'sha gap. Pulli to'y hashamga emas, sayohatga sarflang. Peace. Friend. Yo soy el que su novio teme. Su novia quiere tenerme, siempre quiere tenerme. Yo soy el que su novio teme. Call me senor, still baby. She never tell me maybe when she gets up like that she break me. Talking about how her daddy got figures, she ain't talk about you. Eso se trata del bambino con el entrega.